Xabaringiz bor, respublikamizga koronavirusning omikron shtammi kirib kelgandan so'ng qator cheklovlar o'rnatildi. Shu munosabat bilan Maktabgacha ta'lim vazirligi ham bog'chalarda cheklovlar kuchaytirilganini ma'lum qildi. Xo'sh, bu o'rinda gap qanday cheklovlar haqida ketmoqda? Mazkur vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida muxbirimiz vazirlik xodimlari bilan suhbatlashib, bog'chalardagi sharoitni yaqindan kuzatdi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyatning keskinlashuvi paytida maktab hamda oliy ta'lim muassasalarida qishki ta'til joriy yilning 24-yanvar kuniga qadar uzaytirildi. Ushbu ta'til davomida koronavirus infeksiyasiga qarshi to'liq emlash choralari ko'rilishi shart. Mazkur tadbirlarga esa oliy ta'lim muassasalari rahbarlari shaxsan mas'ul etib belgilandi. Jajji farzandlarimiz tarbiyalanayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham karantin qoidalariga qat'iy rioya qilish juda muhimdir. Shu munosabat bilan Maktabgacha ta'lim vazirligi yurtimiz bog'chalarida ham karantin tartiblari kuchaytirilganligini ma'lum qildi. Bunda bog'chalarda COVID-19 pandemiyasi davrida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ish faoliyatiga qo'yiladigan vaqtinchalik sanitariya-gigiyenik talablarga qat'iy rioya etiladi. Bundan tashqari, ota-onalarning, begonalarning, mehmonlarning kiritilmasligi, zaruriyat bo'lganda 3 kun oldin topshirgan PCR demak o'sha ma'lumotnomasi yoki emlanganligi haqida sertifikati bo'lgandaligini tashkilotga kiritiladi va tashkilotning o'zida olib boriladigan barcha bayramlar o'tkazishiga yo'l qo'yilmaydi. Kichkina bir qanaqadir bayramlar o'zini guruhida faqatgina o'zini o'sha cheklangan bolalar o'rtasida o'tkaziladi. Albatta karantin qoidalariga rioya qilgan holatda va xodimlarning niqob taqishi, har bitta xodim albatta emlangan bo'lishi qat'iyan talab qilinadi. Bundan tashqari demak o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, yuqori tashkilotlar bilan o'tkaziladigan qandaydir bir yig'ilishlar, seminarlar hammasi vaqtinchalik cheklanadi. Agar juda zarur holatda video konferensiya tariqasida o'tkaziladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida karantin tartiblari kuchaytirilganligiga qay darajada amal qilinyapti? Mazkur cheklovlarning buzilish holatlari yo'qmi deya poytaxtimizning Yunusobod tumanida joylashgan 43-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'ldik. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda sanitariya gigiyena talablari qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda kun tartibi belgilanib hamda bu tartib qoida asosida muntazam ish faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bolajonlarimizni maktabgacha ta'lim tashkilotiga ota-onalarni kirgizmagan holatda darvozani tagidan haroratlari o'lchanib, dezrastvor vositalardan foydalangan holda qo'llarini tozaligiga qarab maktabgacha ta'lim tashkilotimizga qabul qilamiz. Mazkur cheklovlarning buzilishiga yo'l qo'yilgan taqdirda tegishli tartibda javobgarlik, ya'ni hayfsan berish, jarimaga tortish kabi choralar qo'llaniladi. Shahribonu Hojiyeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.